Bu voqea Arabiston yarim orollarining viloyatlaridan birida, ya'ni Asirning poytaxti Abxada sodir bo'ldi. Shom namozini ado qilib bo'lgach, qiz oynaga qarab, pardoz qilar, nikoh to'yiga o'zini tayyorlash uchun qordek oppoq kelinlik libosini kiyar edi. Shu asnoda u xuftonga aytilayotgan azonni eshitib qoldi va unga tahoratsizlik yetganini esladi. U onasiga, "Oyi, men tahorat olib namoz o'qishim kerak" dedi. Onasi bu so'zlarni eshitgach hayron qolib, "Esing joyidami? Seni pastki qavatda mehmonlar kutishyapti-ku. Tahorat olsang, yuzingdagi makiyajing hammasi rasvosi chiqadi-ku. Qalamlaring, tushlaring oqib tushadi. Bas, yetar. Men sening onangman va ayni damda namozingni o'qishing shart emas. Allohga qasamki, agar tahorat olib makiyajingni buzsang, qattiq xafa bo'laman" dedi. Qiz shunda muloyimlik ila javob qilib dedi, "Oyijon, Allohga qasamki, men bu xonadan namozimni ado qilmay chiqmayman." Onasi jahl qilib, "O'zi shundog'am vaqt oz, namozdan so'ng yana pardoz qil desam, hatto uni o'qishingga ham vaqt yo'q-ku. Seni pastda mehmonlar intizorlik bilan kutishyapti. Qanday qilib sen ularning oldida makiyajsiz tushmoqchisan? Qiz bola kelin bo'lganda ochilib ketishi kerak. Makiyajsiz ularning ko'zida chiroyli kelinlik tasavvurini qoldira olmaysan. Ular keyin sening ustingdan mazax qilishadi." Qiz onasidan jilmayib so'radi, "Oyijon, siz meni mana shu jonli maxluqotlarning ko'zida chiroyli ko'rinmasligimdan qo'rqyapsizmi? Unda meni yaratgan Xoliqning huzuridagi ahvolim qanday bo'ladi? Men shundan qo'rqamanki, agar men namozimni o'tkazib yuborsam, uning oldida men chiroyli bo'la olmayman" dedi-da tahorat olishni boshladi. Yuzidagi barcha makiyaj uchun surtilgan bo'yoqlar oqib tushdi. Keyin u namoz o'qishga kirishdi. Sajdaga borar ekan, bu uning oxirgi sajdasi ekanligini bilmasdi. Ha, u sajdaga borganda nafas olishi to'xtadi. Robbisining itoatida mustahkam turib olgan muslima ayol uchun qanday ham buyuk maqomdagi hayot sahifalarining go'zal yagoni. U hayotining shunday muhim kunida ham Robbisi va uning itoatini birinchiga qo'ydi. Buning evaziga esa uning joni Allohga ibodatning eng ulug' holati sajdada olindi. U Robbisiga yaqin bo'lishni xohladi. Alloh esa uning ruhini o'ziga eng yaqin holatdaligida oldi, sajdada. Xulosa, o'zingizdan yaxshilar.